Ayni vaqtda dunyoning eng kuchli darvozaboni kim? Donnarumma. Ayni vaqtda dunyoning eng kuchli himoyachisi kim? Ayni vaqtda Van Dijk, Ayni vaqtda dunyoning eng kuchli yarim himoyachisi. Gravenberch. Ishoninglar, mana shu gaplarimni yozib qo'yinglar. 5-6 yildan keyin sizlar bilan gaplashamiz. Gravenberch ayni damda dunyoning eng zo'r yarim himoyachisi. O'tgan o'yinda Liverpoolga gol urgan futbolchi emasmi? Emasmi? Yo'q, Gravenberch umuman zo'r o'ynayapti. Gravenberch vapshi bitta prosta biror kun Liverpoolning o'yinini ko'rib chiqasiz, Gravenberchni kuzatinglar. Bo'ldi. To'pni обработка qilishi, продвигать qilishi, oyoqdan olishi, ochilishi, pas berishi, wow, vapshi super. Tushunarli. Xo'p. Ayni vaqtda dunyoning eng kuchli vingeri. Hujumchi emas, vinger. Vinger eng kuchlisimi? No, ayni damda eng kuchlisi baribir